Yaxshimisiz? Kirsam bo'ladimi? Ha, kiravering. Akangiz ham merosni qabul qiladigan bo'ldilar. Assalomu alaykum. Aka, siz ham keldingizmi? Va alaykum assalom. Ha. Kel, o'tir. Kelganingiz uchun rahmat. Arzimaydi. Agar o'rtangizda nizo bo'lmasa, unda istalgan to'lov ilovalari orqali ushbu kvitansiyadagi invoice raqamlari bo'yicha ko'rsatilgan summalarni to'lash kerak bo'ladi. To'langan summa tizimda ko'rindi. Telefoningizga notarius tizimidan xabar kelgan bo'lishi kerak. Undagi 4 ta raqamli tasdiqlash kodini menga ko'rsating. Rahmat. Agar hech qanday da'vo va e'tirozlar bo'lmasa, unda ikkitadan barmoqlaringizni skaner ustiga bosing. Endi esa kameraga qarab turing. Oldinlari bunday narsalar yo'q edi. Ha, zamon rivojlanyapti. Bu shaxsni tasdiqlash uchun kerak. Ha, ayniqsa pasportni olib yurish shart emasligi juda yaxshi bo'pti. Mana, vorislik guvohnomangiz tayyor. Endi uni 10 kun ichida Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati organida ro'yxatdan o'tkazib, texpasport olishingiz kerak. Agar 10 kun ichida ulgurmasak nima bo'ladi? Agar 10 kun ichida ro'yxatdan o'tkazmasangiz, jarima to'lashingizga to'g'ri keladi. Tushunarli, rahmat. Albatta ulguramiz, mayli. Rahmat, sog' bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.